Issiq kunlarda erib oqib ketmaydigan, dasturxoningiz ko'rki bo'ladigan fistashka kremli trayfl tayyorlaymiz. Bismillah deb boshlaymiz. 6 ta tuxumga biskvit tayyorlab olamiz. To'liq retseptni yozib qoldiraman. Biskvitimizni chopperda maydalab, kerakli idishlarimizga joylab olamiz. Bolalikdagi tam Pure Milk qaymoqlaridan mazali krem tayyorlaymiz. Tayyor kremimizga fistashka pastasidan solib, maydalangan biskvitlarimiz ustidan ko'pgina qilib chiqazib olamiz. Fistashkali krem ustidan qulupni pyuresidan ko'pgina qilib solamiz. Ustidan biskvitni qolgan qismini ham solib, trayflimiz tekis chiqishi uchun bitta stolga urib tekislab olamiz. Biskvit ustidan shokoladli pastani eritib, ozgina yog' solib suyultirib olamiz va trayflimiz ustiga ko'pgina qilib solib chiqamiz. Ustidan sariyog'da qovurilgan katayif xamirlaridan solib, ko'pgina fistashka sepib, biroz xolodilnikka qo'yib, bu desertni yorqin mevalar bilan to'ldirilgan, o'rmon mevalarining xushbo'y hidlari kelib turadigan lavariy mevali choylarini achchiqqina qilib damlab, o'zikkina trayflimiz bilan dasturxonga tortamiz. Lavariy choylari har qanday didi nozik bo'lgan insonni befarq qoldirmaydigan, qadoqlari juda ham chiroyli bo'lgan mevali choylar. Albatta olib ichib ko'ring, tavsiya qilaman.